Masalan, proktologga любой payt murojaat qilish mumkin. Mana gemoroy qonab, qon kamayib ketib 4-darajali bo'ldi. Murojaatga chiqsa og'riq, u yeringlab ketib, birinchi marta parapraktita yorildi yoki bo'lmasam svish proktologga o'z vaqtida murojaat qilish kerak. Operatsiya qildirish kerak yoki telefon qiladi yoki topadi internet orqali, lekin yuradi, nimaligini bilmaydi. Bemorlar bor. Birinchi murojaat qilib keladi. Endi qachondir bir dona svecha bilan tuzatib yuborgan, svecha qo'ygan, bir kun, ikki kun, u ham to'liq lecheniya bo'lmagan. Proktologga qachon murojaat qilish kerak degan mavzu. Proktologga qachon murojaat qilish kerak degan mavzu. Proktologga qachon murojaat qilish kerak degan savol bor. Proktologga o'z vaqtida murojaat qilish kerak degan savol bor. Masalan, proktologga любой payt murojaat qilish mumkin. Qachonki o'tib ketib, boshqa bo'lib, mana gemoroy qonab, qon kamayib ketib 4-darajali bo'lishi yoki bo'lmasam treshinasi 3 oy, 6 oydan beri qiynaydi, hojatga chiqsa og'riq, u yeringlab ketib yoki bo'lmasam svish birinchi marta parapraktita yorildi, operatsiya qildirish kerak, lekin yuradi, nimaligini bilmaydi, e'tibor bermaydi, o'sha 3-4 ta svish paydo bo'lib yoki shu jarayon juda ham murakkablashgandan keyin murojaat qilish bor proktologga yoki o'z vaqtida murojaat qilish bor. Proktologga o'z vaqtida murojaat qilish kerak. Agar imkoniyati bo'lsa, bir xil bemorlar bor. Hojat vaqtida birinchi kunda o'zidan hojat vaqtida yoki axlat keldi yoki o'sha tualet qog'oziga artgan paytda birinchi qon kelgan paytini o'zidan yoki qanaqadir diskomfort bo'ldi, og'riq bo'ldi, murojaat qilib keladi. Sразу yoki telefon qiladi yoki topadi internet orqali, birinchi murojaat qilib keladi. Doktor, mana shunaqa vaziyat bo'ldi. Qachondan beri? Kecha bo'ldi, qo'rqib ketdim. Lekin shunaqa bemorlar bor. Ular masalan oylab orqasidan qon kelsa ham, endi qachondir bir dona svecha bilan tuzatib yuborgan, svecha qo'ygan, bir kun, ikki kun, u ham to'liq lecheniya bo'lmagan, boshqa bo'lmagan, tuzalib ketgan. Yana bu safar ham shunaqa bo'laman deb o'ylab, bee'tibor yuraveradi. Qanaqa qilib inson masalan orqasidan haftalab, oylab qon kelib tursa-yu, lekin vrachga murojaat qilmasa, qachonki yiqilib qolib, anemiya 3-daraja og'ir ahvolda kimdir majburlab yoki bo'lmasam qayerdadir yiqilib qolganda uydagilarni topib olib turib olib kelish kerak emas. U bemor shu darajagacha borish kerak emas. Sababi unaqa darajaga borgandan keyin tuzatish imkoniyati bo'ladi, lekin bu yoqda bemor ham, vrach ham qiynaladi. Bemorga qo'shimcha nima deydi? Masalan, qon qo'yish kerak, plazma qo'yish kerak, xavf ko'payib boraveradi. Operatsiya paytida ham xirurgga juda ham qiyinchilik tug'diradi. Chunki har bitta katta gemoroy tugullari o'sha katta qon tomiri bilan ta'minlanganda uni ichki tugullarida tikib olishga to'g'ri keladi. O'sha tikilgan paytda ham igna kirgan joylardan juda ham ko'p qon ketishlar kuzatiladi. Shuni hisobiga bemorlar operatsiyadan keyingi davrda ham og'riqlar kuchayadi. Nima uchun? O'z vaqtida murojaat qilsa, demak bemor daji operatsiyaga ham bormasligi mumkin. Oddiy shu svechalar bilan davolanib ketayotgan bemorlar ham ko'p. Qachon davolanadi? Qachonki o'z vaqtida murojaat qilsa. Qachonki proktologga mana shunaqangi bemorlar bor. Masalan, hozirgi kunda o'sma kasalliklari ham ko'payib ketdi-da, bee'tibor yurish natijasida ichim suyuq kelyapti deydi. Mana u kun bitta bemor kelgan, ichim suyuq keladi deydi, oxirgi 6 oydan beri, 1 yildan beri. E'tiborsiz yuravergan. Uje mana kolonoskopiya tekshiruv qilib ko'ryapmiz, bemorda o'sma aniqlanyapti. Bu har bitta organizmda o'zgarish bo'ldimi, ichi qotib qoldimi, suyuq ketib qoldimi, bir hafta, 10 kun, 1 oy bo'lyaptimi, demak, sразу proktologga murojaat qilib sababini o'rganish kerak. Mayli, iloyim hech narsa bo'lmasin bemorda. Hech qanaqa patologiya aniqlanmasin, ichaklarda boshqa bo'ladi, lekin o'zini ko'ngli xotirjam bo'ladi. O'zi ertaga bemalol ishiga, o'qishiga, yashash tarzi hayotda bemalolroq bo'ladi-da.
vaqtida tekshirilmagan, vaqtida diagnoz qo'yilmagan yoki bo'lmasam bemorlar o'rganib qoldi, apteka и internetda hozir chiqayotgan dori darmonlar proktologda ham kerak bo'lmayapti, kimdir reklama qilyapti yoki o'sha imенно professiyaga, mutaxassislikka ega bo'lmagan insonlarga ko'proq biznikilar ishonishi juda ham achinarli holat. Yoki aktyorlar yoki blogerlar reklama qilayotgan mast svechalarda vrach tavsiyasisiz o'zidagi diagnozni bilmasdan turib menda shu bo'lishi mumkin deb ishlatishadi. Imенно o'sha kasallikligi u bir-biriga o'xshash kasalliklar juda ham ko'p. Anal kanalda uchrashi mumkin bo'lgan kasalliklar juda ham ko'p. Lekin xalq faqat gemoroyni biladi. Faqat menda gemoroy deb o'ylaydi. Shuning uchun ham bemorlarimizni tuzalish qiyin bo'lib boryapti. Ishlatadigan mast svechalari o'z vaqtida to'g'ri yordam bermayapti. O'sha operatsiyani pulini sarflab bo'lib, boshqa bo'lib, ancha-muncha puli ketgandan keyin internetdan dori, mas, hamma narsani qilib ko'radi, foyda bo'lmaydi, keyingina murojaat qiladi. O'shani o'z vaqtida murojaat qilib, agar haqiqatda o'sha mas svechalar bilan tuzaladigan bo'lsa, mas svecha bilan tavsiyalar berib tuzalib ketadi. Bo'lmasa uni shuncha masalan o'zini baribir to'g'ri u gap pulda emas deyishimiz mumkin, inson hayotiga to'g'ri, lekin o'sha narsa foydasiz ketyapti-yu. Ishlagan o'sha topgan puli, boshqa narsasi ta'sir qilmasdan o'sha kasalligiga, befoydaga ketyapti-ku. Uni to'g'ri yo'lda sarflab operatsiya qilish kerak bo'lgan narsa hech qachon u tuzalmaydi. To'g'risi. Operatsiya qilish kerakmi? Operatsiya qilish kerak. Tuzaladigani birinchi, ikkinchi bosqichlari, endi boshlangan bosqichlarida hamma kasallik tuzatsa bo'ladi. Lekin yiringli, masalan, parapraktitmi, u svecha maz bilan tuzalmaydi. Svishga aylandimi, u ham 100% operatsiya. Shuning uchun bemorlarimizga shu narsani ta'kidlagan bo'lardikki, bemorlar proktologga farqi yo'q. Qayerda bo'lsa ham o'sha o'zini mutaxassisga, endi viloyatlardan juda ham ko'p kasallar bor. Shu mutaxassisga murojaat qilib, o'z vaqtida to'g'ri davolansa kasallik o'shanda samara bo'ladi. Shuning uchun bemorlarga shuni aytib qolardikki, yana ham so'rab qolamiz, yana sizda mana shu proktologga qanaqadir savollaringiz bo'lsa, proktologiya bo'yicha nimadir qiziqtirsa sizlarni shu videoning tagiga bizning kanalimizga obuna bo'lib, savollarni qoldirsanglar, yana qanaqa mavzular haqida gapirishimiz kerakligi haqida sizlarga qiziq mavzularni yozib qoldirsanglar, biz harakat qilamiz imkoniyat darajasida o'sha mavzular haqida gapirishga, sizlar savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. Rahmat.